Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda super sport motosikli, ikkita balonli bo'ladi. Xohlasangiz orqasiga qo'shimcha balon ham qilib bera olamiz. Yo'q, yoshroq bo'lsa 24 voltli bo'ladi. Balonlari nadbnoy velosiped razmerida 16 razmerli velosiped. 25 tezlikgacha chiqadi. Qo'shimcha yonida oyoqlari ham bor mana. Oyoq qo'yishga mana pedallari bu plastmassadan ishlangan, qalin, tegi temirdan. O'zi mototsiklning o'zi yo'llari, ramasi temirli, orqalari mana temir, hammasi temirli amortizatorlarda. Kalti zavod bo'ladi. Qo'shimcha bitta kalti bor. Zavod bo'lganda shunaqa zvuklari chiqib turadi. Motorni yatsak yonadi. Bu yoqda bagajnik. Bu yoqda bagaj kichikroq bo'lsa ham, bu yoqda akkumulyator turadigan joy, mana tazaratga qo'yiladi. Diskalari mana ko'rsanglar bo'ladi. Tormozi qo'lida, orqasi tormoz oladi. Mana barabanli tormoz. Motori ham mana shu orqasida bo'ladi. Mana volti, mana indikatori zaryadga qancha qilayotganini ko'rsatadi. Mana tezligi. Mana tezlikni kamaytirib ko'paytiradigani 9, 15, 25 tezlikda yuradi. Sizda ham skojinli bo'ladi. Mashina zavod bo'lganda oldi farlar yonib turadi mana. Multimediasida zaryadga indikatori qancha qolganini ko'rsatib turadi. Mana bitta bossanglar Bluetooth muzika qo'yib bersangiz bo'ladi. Music mode. Gazni bosganingizda mana tezligi yurganda do'sh chiqmaydi. Open acceleration. Motor do'shi ham eshitiladi gazni bosganingizda. Narxlarni описаниеga yozib qo'yamiz. Narxi o'zgarib turadi har oy. Narxi tushadi ko'pincha. Bemalol zakaz beringlar, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Boshqacha mana modellarimiz ham bor. Karting kelgan, yengillik bo'lib. Mana 15-20 tezlik atrof yuradi. Bu katta kichkina bo'ladi. Shu bolalarga qarab uzun kalta qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni pulti ham bor. Pultdan ham boshqarsanglar bo'ladi. Mana yerda pedalni blokirovka qilib qo'ygan, knopkalargacha bor. Traktorlarimiz bor. Mana quadricykl 819 kelgan. Narxlari gruppamizda. Gruppamizni silkasini ham opisiyaga qo'yib qo'yamiz. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Assortiment ko'p. 1.800.000 so'mga 200 ga 1.750.000 mingga S63 qizil qora ranglari bor. Mana shuncha model. Do'konimiz O'rizorda. Dastavkamiz bepul, borgandan keyin puli to'lanadi. Bu holisa assortiment ko'p, mototsiklda ham ko'p, mashinada ham ko'p.